Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaddidan-da qadri balandligim. Sog'misiz, salomatmisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Ma'muraxon bilan bog'landikmi? Tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizni o'zgacha tabriklash va xursand qilish maqsadida bizning loyihamizga yaqin insonlaringiz tomonidan ajoyib tabrik xatlari yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabrik xatlarini yaqinlaringizdan kimlar yo'llagan bo'lishi mumkin? Opam. Albatta, to'g'ri topdingiz. Opajoningiz Zamiraxon opajon tomonidan sizga ajoyib tabrik xatlari yetib kelgan. Shu jumlada padari buzrukvoringiz Ruslonjon aka, onajoningiz Zemfiraxon opa, akalaringiz Rustamjon, Dostonjon, yangangiz O'g'loy opa hamda jiyanlaringiz sizni chin qalbidan tabriklashgan. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan ular chin qalblaridan tabriklashliklarini aytib o'tishgan. Rahmat. Agar birozgina qimmatli vaqtingizni olmasam, ularning siz uchun yozgan dil izhorlarini o'qib eshittirmoqchiman. Mayli. Baxt va iqbolingiz ko'rish nasib aylasin bizni. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Labingizdan kulgu arimasin. Doimo dunyodagi eng baxtli ayol bo'ling, eng baxtli singil bo'ling. Biz loyihamiz tomonidan sizga qaddingiz va qadringiz hamisha baland bo'lishligini tilab qolamiz. Singiljonim, suhbatimiz shu joyda siz bilan yakunlashga majbur.